Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qaraydigan bo'lsak, Makka da turib nimaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini ittifoq tuzganini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam e'lon qilmadi yoki nimaga o'zini davlatini e'lon qilmadi? Chunki bu yerdagi javob ochiq narsaki, bugungi kunda islomiy jamoatlar buni to'g'ri tushunishlik kerakki, vaziyat buni imkonini bermasdi. Ya'ni shu vaziyatda buni e'lon qilishlik to'g'ri emas edi. To'g'ri emas edi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda islomiy davlatni ham, ittifoqni ham hech narsani e'lon qilgani yo'q. Hattoki musulmonlar bu yerda jim turishdi. Demak, islomiy davlatlarni e'lon qilishlik bizni imkoniyatimizdan kelib chiqib, bizni shart-sharoitimizdan kelib chiqib bo'lishlik kerak. Bizni imkoniyatimizdan, shart-sharoitimizdan kelib chiqish kerak. Bugungi kunda biz shunday davrda yashayapmiz. Bundan ozgina oldin, ya'ni holatni ko'radigan bo'lsak, masalan, bitta Chechenning holatini ko'radigan bo'lsak, Chechenistonda jihad davom etdi. Qachonga qadar? Qachonki islomiy imoratni e'lon qilinganiga qadar. Unga qadar tashqi davlatlar ham ularga yordam berib turdimi? Yordam berib turdi. Chunki siz u yerda go'yoki o'zingizni vataningizni himoya qilib urushayotgan kishilar bo'lib ko'rinayotgandingiz. Agarchi ular sizni haqiqatingizni bilsa-da, lekin tashqarida ko'rinayotgan, siyosatda ko'rinayotgan narsa siz o'zingizni ozodligingiz uchun, o'zingizni erkinligingiz uchun, o'zingizni davlatingiz uchun, o'zingizni mustaqil davlatingiz bo'lishligi uchun jang qilayotgandingiz. Lekin qachonki islomiy imoratni e'lon qilingan, Kavkaz imoratini e'lon qilingandan keyin nima qildi? Rus tarafidan qattiq bosim bo'ldi va tashqaridagilar ham bunga yordam berishlikdan qo'lni to'sdi. Nimaga? Chunki bunga yordam berishlik bugungi davlat nimasida to'g'ri kelmasdi. To'g'rimi? Bugungi dunyo siyosatida to'g'ri kelmasdi. Hattoki yordam berayotgan davlat o'zi tahdid ostida, xatar ostida qolishligi mumkin edi. Shuning uchun mana keyingisini ko'radigan bo'lsak, 2014-yilda xilofat e'lon qilingandan keyin butun dunyo yopirilib keldimi? 62 ta davlat yopirilib keldimi? Yopirilib keldi. Demak, biz bu narsada davlat e'lon qilishlikka hech qachon shoshilmasligimiz kerak. Biz uchun muhim yerdagi haqiqat, yaltiroq shiorlar emas. To'g'rimi? Charaqlagan, yarqiragan shiorlar biz uchun muhim bo'lishlik kerak emas. Biz balki yerdagi haqiqatga qarashligimiz kerak. Yerda haqiqatda biz o'zimiz bilamiz, qo'l ostidagilar ham biladiki, biz Alloh taoloning dinini oliy qilishlik uchun yer yuzida harakat qilyapmiz. Shuni o'zi yetarli bo'lishi kerak. Yoshlar shuni o'zida bizni majburlamaslik kerak. Qo'l ostimizdagilar xuddiki bu narsani e'lon qilmasa, go'yoki yerdagi haqiqat o'zgaradi degan tushunchalar bilan bizni majbur qilishlik kerak emas bu narsalarga. To'g'rimi? Biz buni dunyo siyosatini tushungan holatda, atrof davlatlarni tushungan holatda, o'zimizning imkoniyatimizdan kelib chiqqan holatda e'lon qilishligimiz kerak. Bugungi kunda Afg'onistonni qaraydigan bo'lsak, Afg'onistonni ustiga 48 ta davlat bostirib keldi. 48 ta davlat bostirib kelgandan keyin ular askariy maydonda mag'lubiyatga uchragandan keyin chiqib ketdi. Endi bunga Afg'onistonga ikkinchi kiraman degan kuch yo'q. Shuning uchun ular islomiy davlat deb turib o'zlarini ochiqlikcha aytayapti. Chunki ularga imkoniyat bor shu narsaga. To'g'rimi? Imkoniyat beradi. Ya'ni dunyo atrof davlatlari shart-sharoiti, vaziyati, o'zlarini vaziyati mana shunga imkon beradi, ular qilyapti. Lekin gohida biz turgan joylarda bu narsani imkoni bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bu narsalarda biz shoshmasligimiz kerak bo'ladi. Agar gohida biz bu narsani qilmasak, gohida biz yo'ldan ozib ketayotgandek yoki gohida xiyonat qilayotgandek insonlar oldida ko'rinib qolamiz. Hattoki o'zimiz bilan turgan, o'zimiz bilan ishlayotgan, o'zingizni qo'lingizni ostidagi odamlar sizga mana shu nazar bilan qarashlikka boshlaydi. Demak, buni belgilashlik kimda bo'ladi? Islomiy davlatni belgilashlik, uni e'lon qilishlik bu boshqaruv qismi hamma tarafni o'ylab chiqqandan keyin qiladigan ishi. Lekin yoshlar bu narsada nima qilmaslik kerak? Hissiyotga berilmaslik kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qarang. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ansorlardan bayat olishga kelyapti. Necha kishiga xabar qildi? 3 kishiga. Shuni bittasi musulmon emas. Abbos roziyallohu anhu o'sha paytda, Abu Bakr, Ali. Bular ham yo'lda qo'riqchi bo'lib turibdi, soqchilik qilib turibdi. Endi bu degani boshliq tomonidan qo'l ostidagilarga hamma narsani daklatini berishlik kerak degan narsa emas. Balki unga har bitta narsani hisobotini bermasangiz ham, har bitta narsani aytmasangiz, bu degani sizga ishonmayapti degan narsa yo'q. To'g'rimi? Ishonchsizlikdan emas, lekin bu yerda sir saqlanishlik kerak degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam balki ko'pgina g'azvalarni ko'rsangiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon aytgan o'zini ashablariga
aytganmi? Aytmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sharqqa chiqish kerak bo'lsa, g'arbga chiqish kerak bo'lsa, sharqqa yoki janubga chiqish kerak bo'lsa, shimolga chiqish kerak bo'lsa, janubga chiqib turib, keyin Madinadan uzoqlashib, odamlar ko'rmaydigan bo'lib, odamlardan umuman uzoqlashgandan keyin kelin yo'nalishni o'zgartirib ketgan. Bu degani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining ashablariga ishonmagan degan narsa emas. Balki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining ashablariga ishongan. Lekin siz ishonib aytasiz, lekin ashoblar o'zining ichidagi munofiqlar ba'zisini bilmasdi-ku. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilardi. To'g'rimi? Hattoki Umar roziyallohu anhu bilmasdi munofiqlarni, to'g'rimi? Hattoki ba'zi munofiq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam munofiq degan kishilarni mas'uliyatga qo'yib qo'ydimi? Qo'yib qo'ydi. Ana shunday odamlarga yetib qoladigan bo'lsa, keyin ular dushmanga xabar berib qo'yardi yoki qaysidir zararlar kelarmidi? Ha, kelardi. Bu degani Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini ashablariga ishonmadi degan narsa yo'q. Xuddi shunday boshliqlar tomonidan har bitta narsani hisobini berishlik, har bitta narsani ochiqlikcha aytilishlik shart emas. To'g'rimi? Siz uni aqliga, uni diniga, uni taqvosiga ishonasizmi? Uni aqliga ishonasizmi? Bo'ldi, siz ba'zida nima qilishligingiz kerak? Ba'zi narsalarni har bitta narsani sinchiklovlik bilan har bitta ikir-chikiriga bilishlikka harakat qilishlik nima qiladi? Zarar olib keladi gohida.